Aktrisa Feruza Normatova homiladormi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yaqindagina to'yi bo'lgan Feruza Normatova haqida ijtimoiy tarmoqlarda hali hamon mish-mishlar tingani yo'q. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda oilasi haqidagi fotosuratlarni hamda videolarni joylashtirishni kamaytirdi, chunki ko'z bor narsa oilamizda ko'z tegmoqda deya aytib o'tgan edi u Instagram sahifasiga joylagan istoriyasidan birida. Shuningdek, aktrisa Feruza Normatova bugunda qaynonasining ahvoli yomonligini, reanimatsiya bo'limida ekanligini aytib o'tgan edi. Oyijonim yaxshilar, yotibdilar, lecheniyalarni olib xolajonim borib keldilar. Hol ahvol so'rab yozgan barchaga rahmat. Hozir o'zlariga ancha kelib qoldilar deya aytib o'tgan Feruza Normatova. Ammo yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish berayotgan aktrisa o'zining ahvoli yomonligi, tinmay qayd qilayotgani hamda holsiz ekanligidan shikoyat qilmoqda. Feruza Normatova muxlislari hamda uni doimiy kuzatadigan tomoshabinlar ushbu holat Feruza Normatovaning to'yidan keyin bo'lganligi uchun uni homilador ekanligini taxmin qilishmoqda. Ammo u shifokor nazoratidan o'tganligini, bunday holat unda kuzatilmaganini aytgan. Biz bilan qoling va kanalimizda eng so'nggi yangiliklarni kuzatib boring.